Oy, sen to'xtab qolding-ku. Hey. Av daraxtning tugi berib aramamamda. Ha, qo'rsin ochdigina. Mana. Oy. Assalomu alaykum ko'rmanlar. Efendim kulkularini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Kirib bo'lgandan keyin tarqitishni unutmanglar. Xo'sh, biz ketdik. Ala, mana quna. Tulpar akkumulyatorlari 3 jaqliq va 2 jaqliq toksikliklar uchun alohida ishlangan bo'lib, sifat kapolat vaqti 15 oy, yangisiga almashtirish vaqti 12 oy, asralgan almash vaqti 3 oy. Toksiklikning hayotiy kuchi Tulpar akkumulyatorlari. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hammalarning xush vaqti xayrli bo'lsin. Efendim ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Men sizlarning riyosatchi do'stlar, Muyassar Abdulla bo'lman. Kendi huzurlarda bulduğunu, aile, nikah, turmuş doğrusida köp kıtım sınaqdan ötken en yeni tadqiqat neticelerini sözlep verimiz. Diqqatinglar ekranımız olsun. Birinci, en yeni tadqiqatlarga asaslanğanda erler toy qılıp bolgandan keyin muhabbetleşken vaqtidagi romantiklikni yo'qotadi ekan. Siz romantiklikni müşinchilik ta'sir qilmagan-edi. O o'zing baytgan bo'lsa romantiklik bor menda. Bek bor. İkinci, toy qılıp bolgandan keyin ayollarmı uyni yo'q tutaman, bundoq chiroyli bezayman. Sizni yaxshi kutaman degan gaplarni o'rnini tozun o'ynash egallab olgan. Ma'lum mashta so'zida ajab noch programmaga ma'lum so'zlab ketgan. Abdan turlarni. Üçüncü, toydan keyinki ayoldagi bu o'zgarishlarni payqagan 70% erlar asosan sirtda oshni tutib qarab yuzlangan. 70% erkek sırtqa aşını tutuşqarab yüzünüldü deydi. Özlerim bağı jamaqacan. İyi 70% işte şunda mı? Ya ben kep qarat 30% aşıdaman. Pat bana men. Ha, bek bak. Dördüncü, qalğan 30% erlar allaqachon sirtda oshni tutib bo'lgan bo'lgan. Ha? Sen 30% şıttın mı? Yok ben teşvik Demek aşı tutup oldum digine. Yalnız sözlü. Bu 5 yıl niye yedi kan? Aşı tutup oldum digine. Aşı versen bile varsın lan. Burada qilishib ketmaydi. Bu qatımqı aile məsləhətçilik tipidagi programmamiz müşahada xalashdi. Dörd programını. Ailənin inab, ittifoq, baxtlik o'tishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Ana fikrim ödükler yaşıplan toğanda. Yaxshi aka, yaxshi. Sizga salom deydilar. Rahmat. Ko'rashmadi ama uzun bo'lib ketdi. Bak uzoq ko'rishimiz. Ben geldim. Yanıma oğlum. Bak çok Çok ketdi. Apam kale. Opam tamoq yeyib o'tirdi oğlum. Ha? Ana yaxshida? Yaxshi. İmtihan aldımı? Aldı. Öte aldık mı ya? Ötəldim imtihanı 100 numara aldı. Yaxşı oldu. Ma akıllı görüp bakayım. Bak yaqinlik bo'libdi. Çizem oldu. Agilay. Mana qarab. Mana 100 numara hamma 100 yaptım. Men kichik vaqtimda o'qiyotganda 100 olatdim. Balam shu minaga doribdi bir aqlliqlik. Mana men 100 numara olatdim, balam 100 numara olibdi. Bala dadasi dora, mosheshik dora. Sizni bak doğrubdi, bak yaqinlikka mana. Şu. Hocam, bana beni asla mı doğurmaktı ba? Pasrak yapıldı öyle adam bak. Seneme doğruptu bana. Ma ideya ahlak doğrusu nöl aptı. Bana aptı onu. Sen durup değişiriz. Mana tamakat. Erken azad olduğunda fıkam edebini yetelim.